Assalomu alaykum azizlarim. Sizlar bilan yangi rubrika boshlayapmiz. Va birlikda ishlaydigan real insonlar. Hali direktor zvanyasida bo'lmagan, xuddi sizdaqa oddiy oilani, oddiy ayollari qanday unvonlar bo'yicha birlikda ko'tarilib, qanday natijaga erishayotganini bu rubrikamizda bilasiz. Bu yerda ular qanday azob bo'lgan, qanday qiyinchiliklardan o'tgan va hozirda qanday birlikda ishlashini guruhi bilan bilib olasiz. Bugun bizda mehmonda Hayitbayeva Sharifa 19%li starший vitse-direktor kompaniya Faberlik. O'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Men Hayitbayeva Sharifa Abdullayevna Toshkent viloyatining Kirin shahrida Faberlik kompaniyasida 6 yildan beri o'z ish faoliyatimni olib boraman. Hozirda 19% starший vitse-direktorman. Liderlarim 9%, 6, 3%dagi qizlarim ko'p. Faberlikda o'zi qanday ish boshladingiz? Faberlikda uyda oldin qizligimda savdo sohasida ishlaganim uchun turmushga chiqqandan keyin faqat uyda o'tirish, pulsiz o'tirish menga yoqmadi. Bir yil ichida uyda o'tirib, keyin narsa olib sotdim. Kimdandir olib sotib, ustiga qo'yib, keyin o'shaning orasida Faberlik tovarlari bor edi. O'shani olib sotayotganimda pocham aytib qoldi, o'zing azob bo'lib sotsang, yaxshiroq, ko'proq foyda olasan deb. Keyin keldim ofisga, azob bo'ldim. Foydasi juda ham yoqdi. Faqat sotuv bilan shug'ullandim kamida 4 yil. Hozir bizni ko'rayotganlar ham savdoda bo'lganlar, men ham ancha yildan beri savdodaman, komanda qilmayapman deb o'ylaydi. Sizni ilhomlantirgan opachalaringizga qilishlar rahmat deymiz. Dabsizga shunaqa liderni jo'natgan. Siz ish boshlaganingizda qanday muammolarga duch keldingiz? Eng katta muammoim birinchi o'rinda turmush o'rtog'im menga bo'lgan ishonchsizligi. Asrab avaylagani desak bo'ladi. Chunki ishonchsizlik deb aytamiz, lekin ular ayollarni asragani uchun, netdan ko'chada xafa bo'lib kelmasligi uchun ruxsat bermaydi. Bu ishni qilishimga juda ham kategorически qarshi bo'lgan. Nima qilasan, nima keragi bor, senga shu narsalar kerakmi? Bozorda buncha, senda buncha narx kim oladi, undan bu yaxshi. Juda ham katta qarshilik qilgan, lug'atidagi eng chiroyli so'zlar bilan. Keyin o'shanda men voy xo'jayin ruxsat bermayapti deb boshqa qizlarga o'xshab yig'ishtirib qo'ymasdan iltimos qildim. Menga yordam bermayapsiz, iltimos xalaqit ham bermang. Bir marta o'zimni shu sohada sinab ko'ray. Agar o'xshab ketsa, zo'r. O'xshamasa, agar sizga hech qanaqa problema so'zlayt qilmayman dedim. Mayli qilib ko'r. Agar o'xshamasa, menga aytmaysan dedi. Lekin zo'r hozir. Hozir qo'llab-quvvatlaydi ularni. Sizni ish boshlaganingizda kimlar qo'llab-quvvatladi va kimlardan negativ eshitdingiz? Birinchi eshitganim negativim shu, xo'jayinim qarshi bo'ldilar. Qo'llab-quvvatlaganlar ota-onam, jigarlarim va sizlar ustozlarim. 19% ga yetib kelish da qandaydir strategiyalardan foydalanganmisiz? Qandaydir usullarni olib turib ulardan foydalandingizmi? Bu zvanyaga yetib kelish uchun har bitta etapdan o'tish kerak. Masalan, qizlar menga telefon qilib, "Men bu klientim, men bu narsani qaytarib berdi" desa, bu ham bitta anaqa, nima deydi? To'siq, bundan ham o'tish kerak. O'tib ketibsiz, yaxshi, sizga уже o'tib ketibdi. Hali yana oldinda bor, ulardan ham o'tish kerak deyman. Men komanda bilan ishlash uchun ko'proq onlayn foydalandim. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, biz hozir sivilizatsiya davrida yashayapmiz. Onlayn ishlashda imkoniyatlari ko'p. Har bitta qiz bilan bir kunda kamida 15-20 minut qizlar bilan onlayn video chatda ekranimizni ulab gaplashamiz, o'rgatamiz, savollarga javob beramiz. Siz guruhingizda 20 kishi bo'lsa, 20 kishiga har bittasiga 15 minutdan vaqt ajratishga qayerdan vaqtingiz bor? Bitta video chat ochganda gruppada 20 ta qiz bola birdaniga eshitishi mumkin. O'zini savollarini berganda, o'sha 20 minut ichida 20 ta qiz bilan birdaniga ishlasangiz bo'ladi. Bittasiga o'rgatayotganingizni ikkinchisi o'rganib boradi. Qizlar, osongina ularni bilib oldingda. Siz kundalik ishlaringizni qanday rejalashtirasiz? Kundalik ishlarimni ertalabdan har doim poplanib ketmaydi, hamma ishimiz ham. Chunki 3 nafar farzandim bor. Qaynona, qaynota katta uyda turganda har doim meni planim bo'yicha ish bo'lmaydi. Shunda ham har doim kechqurun o'zimga savol beraman. Bugun qo'ygan maqsadimga erishish uchun nima qildim? Qanday qadam tashladim? Agar ishlar bilan masalan katta yig'in bo'lib yoki qanaydir ishlar chiqib, mehmon kelib ulgurmagan bo'lsam, kechqurun o'sha savolimga javob topa olmasam, nimadir qilmagan bo'lsam, обязательно Telegramdan yoki onlayn nimadirlar qilib maqsadimga erishish uchun 3 qadam tashlayman. Qaysi usul sizga eng ko'p konsultantlar, yangi odamlar olib keladi? Albatta master klass. Buni qilganlar sirazi biladi.
qilmaganlarga maslahat beraman, master klass qilinglar. Bu juda zo'r narsa. Eng kamida 30-40 ballik zakaz olasizlar. Master klass qanaqa? Mana qaysidir klientingiz yuzim juda ham qurib ketdi, menga yuzimga mosroq krem topib bering desa, men unga aytaman sirada. Sen qarindoshlaringni chaqir, kamida 5 kishi bo'linglar. Men sizlarga o'zimni eng qimmat seriyadagi kremlarimni olib borib, yuzlaringiz tekinga uhud qilishni, yuz parvarishi qanday bo'ladi, quruq yuzni qanday uhud qilish kerak, yog'li yuzni qanday uhud qilish kerak, o'shalarni o'rgataman. Buni hammasi tekin bo'ladi deyman. Va u chaqirganda boraman. O'sha master klass qilgan odamim o'zidagi effektni ko'rib, srazi kamida 20 balliga zakaz uradi. Yonidagilari uni yuzidagi effektni ko'rib, ular ham обязательно zakaz beradi yoki registratsiya bo'ladi. Sharifa, juda ham ko'p qizlar rad javobini eshitadi. Ular kimgadir taklif qilganda yo'q deganni eshitsa yomon bo'lib ketadi. Sizda bu holatlar bo'lganmi va bularni qanday yengib o'tgansiz? Albatta bo'ladi. Hamma joyda ham yo'q desa, xuddiki o'zimni haqoratlangandek his qilar edim. Juda yomon ta'sir qiladi. Yo'q, men ishlamayman, fabrikada ishlash men uchun emas desa, to'g'ri alam qiladi. Lekin o'sha mingta yo'q darsligidan keyin menga ham juda ham katta foyda bo'lgan. Yo'qni eshitishni, tabiiy qabul qilishni boshlaganman. Kimdirki fabrikada ishlaymiz va shunaqa imkoniyatlari bor deb tushuntirganimda, yo'q, men fabriklik men uchun emas desa, men uni menga emas, o'ziga yo'q deyapti. O'ziga berilayotgan imkoniyatlarga yo'q deyapti deb oddiy tabiiy qabul qilaman. Hozir men uchun unaqa hech narsa reaksiya qilmaydi yo'q deyishlari. Siz oilangiz, ishingiz, fabrikdagi ishingizni qanday muvozanatda ishlaysiz, ushlab turasiz? Balans qayerda? Agar ayol kishi xohlasa, hamma narsani imkonini topadi. Qayergadir borish kerak bo'lsa ham ishlarni erta qilib qo'yadi, o'shanga vaqt topadi. Birinchi o'rinda odamning o'zida xohish bo'lishi kerak. Qilayotgan ishingiz o'zingizga yoqsa, siz charchamaysiz, qaytaga rivojlanasiz. Hammasini balansda ushlash o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Inson agar xohlasa, oshiqchalari bilan eplasa bo'ladi. Qo'shilaman gapingizga. Jamoangizni siz qanday tashkil etgansiz? Ular bilan qanday ishlaysiz? Oldin komanda bilan ishlashda juda ham qiynalardim, chunki men har kuni ko'chaga chiqa olmayman. Haftada bir marta tovar kelganda chiqishi mumkin edi. Jamoa bilan ishlashda men faqat nima deydi, живой ko'rib, yonimda turib gaplashishni ma'qul ko'rardim. Onlayn darsliklar, onlayn nima deydi, chatlar hech narsani qabul qilmasdim, yoqmasdi menga. Lekin hozir biz sivilizatsiya davrida yashayapmiz. Hamma narsa onlayn. Ko'nishga majbur bo'ldim. Keyin video chatda qizlar bilan ishlashni o'rgandim. Gruppa ochdim o'zimga maxsus. Fabrikka a'zo bo'lgan qizlar aslida sotuv gruppasini ochishga harakat qiladi. Men setovoy marketingni, mana shu fabrikdagi oyliklarni ko'rganimdan keyin men sotuvni umuman yig'ishtirib, faqat qizlar bilan ishlashga ochdim. Bitta gruppa ochdim. Unda hamma liderlarim, qizlarim qanaqa savollari bo'lsa savol beradi, javob beraman va onlayn video chat boshlayman. Shunda bitta qizga o'rgatayotganimda qolgan 20 ta qiz eshitib, ular ham o'rganadi. Vaqtda yutasiz, birdaniga hamma qiz bilan gaplashib olasiz. Siz guruhingizda motivatsiyani qanday ushlab turasiz? Ular yo'q, xafa bo'ldim yoki hamma holat bo'ladi. Juda ishlagim kelmayapti, uyda o'tirgim kelyapti degan holat bo'ladi. Har xil holatda motivatsiyani qanday ushlab turasiz? Pozitiv nastreniya bilan. Birinchi o'rinda hammada bo'ladi unaqa charchoq. Ularga kamroq e'tibor berishga harakat qilaman. Chunki agar charchadim, ishlagim kelmayapti deb uni ko'taraversangiz, u o'zini nima deydi? O'lgin tashlaydi. Qo'qol qilib gapirganda xuddi shunaqa. Undan ko'ra yaxshi ishlayotgan, harakati bor qizlarga ozgina unga ketkazgan kuchingizni bunga ketkazsangiz, bu zo'r ko'tarilayotganini ko'rib turib ham bunda harakat bo'ladi. Motivatsiyada paydo bo'ladi. Sizni lider sifatida boshqalardan ajratib turadigan qaysi xarakteringiz bor deb o'ylaysiz? Nima uchun aynan sizga keladi? Qaysi joyingiz yoqadi? Jonkuyarligim deb hisoblayman, chunki har bitta narsasini, tovarini arzon olib qo'yibsiz, qimmat olib qo'yibsiz deb to'g'rilab, o'zimga qanday nimani ravo ko'rsam, ularga ham xuddi shu narsani ravo ko'rishim deb o'ylayman. Yana juda ham pozitivlikda qizlar, liderlar doim pozitiv bo'ladi. Xayolingizga yomon narsa kelsa ham, qandaydir uyingizda boshqa joyda yomon holat bo'lgan bo'lsa ham, bunga e'tibor bermasdan hammasi yaxshilikka deb ketishi va pozitivligi uchun meni nazarimda Sharifaga juda ham ko'p odam keladi. Chunki odamga ularni shunaqa burxlantirib turadigan, ularga energiya beradigan odam kerak. O'zidan tarqatadigan
kuchi bo'lishi kerak deb o'ylayman va bu kuch hammada bor, lekin kimdir o'sha o'zidagi yomon kayfiyat bilan o'zini ruhini o'zlari sindirishadi. Nima deb o'ylaysiz bunga? Shu joyga bitta o'qishga bordik, qizlar bilan turibmiz. Muammo hammada bo'ladi. Muammosiz, tashvishsiz odam yerda tagida. Men o'zimda ham qaynota bilan katta uyda turgandan keyin o'qishga bordim, yonimda qizlar turibdi. Shunaqangi настроением yo'q, nol настроением. Qizlarim telefon qilyapti. Men ularga motivatsiya beryapman. Bunaqa qilsangiz bunaqa bo'ladi. Axir bunaqa bitta hatto bittadir. Yonimdagi ikkita sherigim qanday uddalayapsan bunaqa maska kiyishni debdi. Xuddi shunaqa menda masalan kayfiyatim bo'lmagan paytda hech qachon qizlarim bilan aloqaga chiqib o'zimdagi yomon narsalarni ularga bildirmayman. Bu aslida hozir maska degani maska emas. Odam odamga kuch beradi va siz o'zingizda ham настроениеңiz bo'lmasa boshqaga kuch berganingizda o'sha kuch o'zingizda paydo bo'ladi. Nima deysiz shu gapga? To'g'ri. Qandaydir odam nima deydi, xursand bo'lib, ichidan energiyaga to'lib ketadi-da. Kimnidir ruhlantirganingizdan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'zingiz ham energiyaga to'lib ketasiz. Qizlar, men ham juda ham ishlagim kelmaganda bo'lib qoladi. Bir hafta ishlagim kelmay qolishi mumkin, 2 hafta ishlagim kelmay qolishi mumkin. Shu vaqtda o'zimga ozgina dam berib turib, keyin kuchim bo'lmasa ham qizlarga telefon qilaman. Sharifaga, boshqa qizlarim guruhimdagilarga telefon qilib turib, "Ishing qanaqa bo'lyapti?" deyman. Ular bo'layotgan ishini aytib berganda, men qilayotgan ishidan men o'zim ham ruhlanaman. Bu yerda faqat bir tomonlama bo'lmaydi, bu yerda ikki tomonlama. Ruschada bu narsa sinergiya deydi. Bu energiya almashish. Biz almashamiz energiyani bir-birimiz bilan. Mana shunda aynan guruhning ishi mana shunda bilinadi deb o'ylayman. Shunda hamma bir-birini qo'llab-quvvatlaganda guruh yaxshi o'sadi. Setovoy marketingning eng qulay tomoni, menga yoqqani, o'zim savdo sohasida oldin ishlaganim uchun bozorda ikkita magazin yonma-yon ochilsa, ikkalasi ham bir-biridan o'tishga harakat qilib, ularda raqobat paydo bo'ladi. Faberlikda esa Setovoyda, как u sizni nevaralaringiz, farzandlaringiz ularni qilgan yutug'idan, o'zingiznikidan ko'ra ularning yutug'idan xursand bo'lasiz. Mana shu tarafi juda ham yoqadi menga. Faberlikda endi ish boshlayotganlarga qanaqa maslahat berasiz? Birinchi o'rinda o'zingizga ishoning. O'zingizni o'sha narsani qila olaman. Mana shunchadan oylik olyapti ekan, shuncha odam ko'tarilyapti, komanda qilyapti, savdo qilyapti. Men ham qila olaman deb birinchi o'rinda o'zingizga ishoning. Ikkilanmang. Siz to'g'ri yo'ldasiz. O'zingizda qanday mana shu 1 yilga rejalaringiz bor? 1 yil ichida xudo xolasa Rubinoviy direktor bo'lish maqsadim bor. Qizlar, men bunga xursand bo'lyapman, chunki Sharifa bu meni guruhimdagi lider. Har bitta Sharifa aytgandek, guruhingizdagi o'sish bu o'zingizga bo'ladigan motivatsiya va siz mazza qilasiz. Siz kimnidir taklif qilganingizda u ishlab ketib turib, natijalar chiqarganda bu juda ham katta quvonch va ishimizning barakasi ham shunda bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysiz? To'g'ri. Qizlar, azizlarim, mana shu ilhomlantiruvchi suhbatimiz uchun Sharifaga rahmat deymiz. Rahmat sizlarga. Siz ham Faberlikda o'zingizni ishingizni, biznesingizni boshlamoqchi bo'lsangiz yoki sizga Sharifa juda ham yoqqan bo'lsa, siz Faberlikka a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, a'zo bo'lib turib, aynan Sharifa bilan ishlayman desangiz, Sharifani telefon raqamini sizga qoldiraman. U bilan bog'lanib turib, sizdan birga ishlamoqchiman deb turib, aytsangiz, u sizni ro'yxatdan o'tkazib, sizga qadamma-qadam ishlashni o'rgatadi. Sizda yangi qandaydir savollaringiz tug'ilgan bo'lsa, albatta kommentariyalarda qoldiring. Sizda ham o'sha holatlar bo'lsa, albatta bular bilan ham boshqalar bilan bo'lishingizni so'rab qolaman va albatta stranitsamizni saqlanib qo'ying. Sizga bu kelajakda yanada ko'p qiziqarli videolar ko'rishingizga kerak bo'ladi. Hammaga rahmat e'tiborlaringiz uchun. Kompaniyada ishlashni endi boshlamoqchi bo'lgan qizlarga hech qachon ikkilanmanglar. Men ham oddiy kelin, 3 ta farzandning onasi, qaynotaning xizmatidagi kelinman. Sigir, buzoq, echki, uloq hammasidan bor va ham ishni, ham oilani balansini ushlab turish o'zimizning qo'limizda.